Bu rekani har xil viloyatda har xil nomlanar ekan. Hurmatli akalar, sizlarning viloyatingizda bu qanaqa nomlanadi? Bizning Namanganda bu rekamiz qo'lli deyiladi. Buni asosan o'stirmadan keyin chiqarib 1 metr, 1,5 metrdan chiqarib ishlatiladigan reka bo'ladi. Razmerlari 6 ga 6 sm ga 3,5 sm bo'ladi. Uzunligi 6 metrlik bo'ladi. Buni ustalarimiz uyi fasadiga qarab 1 metr, 1,5 metr qilib chiqarib, kesib ishlatishadi, hurmatli akalar. Agar sizlarga ham shunaqangi qo'lli rekalarimizdan kerak bo'lsa, nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir bu rekamiz Namangandagi Shamshiboy bozoriga ketibdi. Kачествоsi zo'r. Shamshiboydagi joyimizda ham bo'ladi, hurmatli akalar. Xo'p, taxtamiz. Bu rekani taxtasi haqida ma'lumot beryapman. Taxtasi Rossiyadan olib keltirilgan bo'lib, sheyda o'zimiz sirkul stanovlarimizda razmerlarga to'g'irlab, xohlasa bo'lib, zakazga ham qilib beramiz, optimga ham, donaga ham qilib beramiz, hurmatli akalar. Kimga shunaqangi reka kerak bo'lsa, nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar, chotki narxlarda qilib beramiz. Asl taxtaga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqarmani. Xudo xolasa, qurilishingizda ishlaydigan taxta mahsulotlarini zo'r narxlarda, zo'r kачествоlarda qilib beramiz. Akalar, rekalarimiz 2 qatorlama qilib pachkalangan asl taxtani kuzatib borishda davom etinglar.